Ko'pchilik Real Madrid mana endi ham yetib keldi. Manchester City'dan qutuldi, Bavariyaga tutildi deyapti bolalar. Real Madrid Bavariyani necha martalab yutib tashlagan-ku. Men eslatsam bolalar eslolmayapti. Yozib oringlar, necha marta o'ynagan Real bilan Bavariya Chempionlar Ligasida. Hozir bu Chempionlar Ligasi desam, yo'q, farqi yo'q deydi Real. O'sha yetib keldi deyapti. Men aytdim, yo'q. Chempionlar Ligasida Real Madridga qarshi dunyo terma jamoasini tuzib o'ynatinglar, baribir Real yutadi deyapman. To'g'ri aytibmanmi? Real Madrid bu musobaqani qiroli-ku. Prosta yo'lida Arsenal chiqib qolmasa bo'ldi. Qolgan hamma yutib ketadi, to'g'ri? Yo'q, bir yillar 2009mi, 2011dami? Barsa bilan chuvdik-a, Messi borib solo urib kelganda, hammani aldagan. Stadiondagi muxlislarni ham tribunalar aldab kelib urib ketuvdi-ku. Hayron qolgan Casillas nima bo'ldi hozir deb qo'ygan. O'sha Barsa chiqib qolmasa bo'ldi yo'lida, Arsenal chiqmasa bo'ldi. Declan Rice. Rice'midi, nima edi? Ana pa degan gollar bo'lib ketmasa bo'ldi. Qolgan hammani yutadi Real. To'g'ri aytibmanmi? Kommentga yozib yuboringlar.